Salam do'stlar, bugun sizlar bilan futbol ma'lumotlari kanali. Bugun siz bilan top 5 eng ko'p gol urgan futbolchilar haqida gaplashib olamiz. Qani bo'lmasam ketdik. Cristiano Ronaldo safida 931 ta gol, rasmiy gollar. Portugaliya hujumchisi hozirda eng ko'p gol urgan futbolchi hisoblanadi. U Sporting SK, Manchester United, Real Madrid, Juventus va Al Nassr klublarida, shuningdek portugaliyalik terma jamoasida 931 ta gol urgan. Va ikkinchi o'rin Leo Messi 856 ta rasmiy gol. Argentinalik afsona Messi Barselona, Paris PSG va Inter Miami klublarida, shuningdek Argentina terma jamoasida 856 ta gol urgan. Josef Bican 805 ta rasmiy gol. Avstraliyalik hujumchi Bican 1930-1957 yillar oralig'ida 805 ta gol urgan. U Rapid Vienna va Silva Paraguay klublarida to'p surgan. 4-o'rin Romario 772 ta rasmiy gol. Braziliyalik hujumchi Romario 1985-2007 yillar oralig'ida 772 ta gol urgan. U Vasco da Gama, PSV Eindhoven, Barselona va boshqa klublarda o'ynagan. Endi oxirgi o'rin, 5-o'rin Pele 757 ta rasmiy gol. Braziliyalik afsona Pele 1977 yillar oralig'ida 757 ta va gol urgan. U Santos va New York Cosmos klublarida to'p surgan. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa, like bosib, podpiska bosib qo'yishim esingizdan chiqmasin. Qani bu video tamom.